Iye, Jannatoy qizim-ku. Allo? Assalomu alaykum otajon. Va alaykum assalom Jannatoy qizim, qalaysan qizim? Men sizga ovqat keldim. Tushasizmi? Ha, keldingmi? Bo'ldi, undan chiqmay tur qizim, hozir o'zim tushib boraman. Voy, qizim. Asxon, ko'zga qaramaysizmi? Yo'q. Voqjon Toshmurodovich. Hech narsa qilmadimi qizim? Yaxshimisan? Yo'q, hech narsa qilmadi. Qonabdi-ku, Asxon, qaramaysizmi? Qiz bolaga shunaqa be'tibor bo'ladimi odam? Yaxshimisiz qizim? Shunaqa ham bo'ladimi, Asxon? Ko'rmay qoldim-da, Voqjon Toshmurodovich. Bolani ham ko'rmay qoladimi odam degan? Shunchalik ham bolaga bemehr inson bo'ladimi, ha? Bunchalarni oshsiz-a? Hech narsa qilmabdi-yu. Mana qo'li qo'nyapti. Xayolingiz qayerda o'zi, Asxon? Xayol bilan ko'rmay qolman-da. Nima muammongiz bor shunchalik bolani ko'rmay qoladigan? Yaxshimi qizim, og'rimayaptimi? Yo'q. Ay, Achidimi? tincha. Sen shu amakindan xafa bo'lmagin qizim, xo'p? Men u amakini taniyman. Taniysan-da qizim, shu yerda ishlagandan keyin. Yo'q. U shahzoda o'rtog'imni adasi bo'ladi. O'rtog'ing ham shunaqami? Hammaga jon tegib yuradimi? Yo'q, u yaxshi. Faqat kasal ekan. Yaxshi bo'lib qoladi qizim. Adajon, Yo'q qizim. men maktabda eshitib qoldim. U o'lib qolar ekan. O'lmaydi qizim, yaxshi bo'lib qoladi, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Adajon, qadimi? Yo'q qizim, ketdik. Kiring. Keling, Asxon. Bugun sal vaqtliroq ketsam dedim. Ha, tinchlikmidi? Ozgina ishlarim bordi shaxsiy. O'zim tashlab qo'ya qolammi o'zim? Yo'q, shart emas, o'zim yetib olaman. Ishim ham kamroq edi. Pastga tushib turavering, hozir men tashlab qo'yaman. Xo'p. Endi Asxon, men qizim rosa qattiq yaxshi ko'raman-da. Ha, Boya qo'li qonadi-da. yaxshimi qo'li? Yaxshi. Men yaxshi ko'rganim uchun ham u qizimning ismini Jannatoy qo'yganman-da. Juda yaxshi ko'raman, endi kim qanaqa yoqtiradi bilmadim, qanaqa qaraydi. Juda qizimga boshqacha qarayman-da. Hammani qizi o'ziga boshqacha-da. Kim qanaqa yaxshi ko'radi bilmadim. Men o'z hayotimni tasavvur qila olmayman-da. Arzimagan bo'lsa ham qo'li qo'niganiga mencha yutuq holatga tushdim-da. Mani shu yerda qoldirib keting. Bu yerda nima qilasizlar so'ng? Ozgina ishim bor edi. Mayli, rahmat. Sog' bo'ling. Mayli, sog' bo'ling.